Bu safar Instagramdagi obunachilarimga nima pishirsam ekan deya YouTube tomosha qilayotganimda bu voqea sodir bo'ldi. Endi buni qanaqa ketkizsam ekan, oddiy pilisos umuman ketkizmaydi. Ya'ni oq joyga to'kilibdi. Demak, Roboclean'ni sinovdan o'tkazish payti keldi. Bir sinab ko'ramiz. Bir necha kun avval Roboclean chang yutgichini ushbu firmada ishlovchi Ibrohim tavsiya etgan edi. Uning aytishiga qaraganda qiyin dog'larni ham ketkazishga qodir ekan. Mana gilamdan chiqqan kofe vakillar. Bu nasadka esa gilamni qoqib, changlarni tortib, bo'rsini ko'tarib beradi. Hatto yumshoq mebellarni yuvib, changini tortadigan nasadkasi ham bor ekan. Roboclean chang yutgichi uyingizni polidan patologiyaga changlarni yamlamay yutib, top-toza qilar ekan. Bu efirni emaslar, bu yerda 3 xili bor ekan. Uyni tozalaganimdan so'ng Roboclean'ga suv va 3 tomchi efir yog'ini quyib, uni ishga tushirdim va uydan shunaqangi yoqimli ifor taraldi. Tasvirlab berish qiyin. Bugun Roboclean chang yutgichini ko'z oldingizda birinchi marta sinovdan o'tkazdim. Qora kofe to'kilishiga qaramasdan gilamni top-toza qilib yuvib berdi va meni sinovimdan o'tdi. Shunday ekan, sizlarga ham tavsiya qilaman. Demak, men tanlovda adashmabman.